Korоче, mana bola akalar meni yonimga kelib, mana pulni hozir gapirmay turing. Korоче, kontentni olishim uchun menga pul olib kelibdi. Korоче, meni bu o'zbek blogerlarga o'xshatyapti shekilli, qancha pul bersa ham xohlaganimni qildiraman. O'chirib tur, qancha pul bor bu yerda? 4000. U 4000 dollar berib turib, menga bilan birga kontent qilish. Bilan zaybal qildingiz, jalab. Bu normallarni aqli qobiliyatingiz borligi uchun keling deb chaqirdim. Bo'lmasa naqd kerak menga pulingiz jalab. Xuyet qilaman bularga, pulni ko'tarib kelib xohlaganini qildiraman deb o'ylayapti shekilli jalab. U ani xbetchilarligi og'ziga ham berib olsa, hozir bular pulni bersa bo'ldi. Bari yoqadingiz. Nodiriy, korоче, bunaqa tema qiladigan bo'lsangiz, men bilan bir kun gaplashmay qo'ying. Ertalab kunduzi tushadi, ashunda sekin o'z shtatingizga qaytib ketavering. Men просто mana qobiliyatingiz borligi uchun ashula aytaman deganingiz uchun bo'pti kelavering dedim. Pul menga naqd kerak emas, tushundingizmi? Reklama o'zi daxoya tushadi, reklama ham olmaymanmi, jalab. Oshor akadan uzr so'ramoqchiman, chunki haqiqiy mujik ekan, chesti bor odam ekan. Yordam beraman deb